Hurmatli foydalanuvchilar, ushbu video qo'llanmada Mahallam loyiham modulini ishlash tartibini ko'rib chiqamiz. Dastlab loyiha yaratish jarayonini ko'rib o'tamiz. Eslatib o'taman, loyihani mahalla raisi hamda yoshlar yetakchisi yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Raqamli mahalla platformasiga kirganimizdan so'ng, o'ng yuqori burchakdagi modullar bo'limini bosamiz hamda ushbu modullar ichidan Mahallam loyiham moduliga kiramiz. Bizda chap menyuda loyihalar ro'yxati, shuningdek, loyihalar jadvalini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Loyihalar jadvali bo'limida qaysi turdagi loyihalarni yaratish imkoniyatiga ega ekanligimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, loyihalar ro'yxati bo'limiga o'tamiz hamda o'ng yuqori burchakda loyiha yaratish tugmasini bosamiz. Dastlab loyiha turini tanlaymiz hamda loyiha yo'nalishi va loyiha nomi, shuningdek, tavsifini ham belgilab o'tishimiz zarur bo'ladi. Ushbu loyihani amalga oshirishimiz uchun necha kun muddat ketishini belgilab o'tamiz va taxminiy xarajatlarni belgilashimiz zarur bo'ladi. Izoh kiritamiz. Shundan so'ng dastlabki holat fotosi va agarda mavjud bo'lsa, hujjat faylini ham kiritishimiz mumkin bo'ladi. Biriktirish uchun hujjat tugmasini bosamiz hamda ushbu joydan kerakli bo'lgan fotolarni yuklaymiz. Eslatib o'taman, dastlabki holat bo'yicha eng kamida 2 ta fotolavha yuklash zarur bo'ladi. So'ng saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash tugmasini bosganimizdan so'ng loyiha yaratiladi va ushbu yaratgan loyihamizga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, yaratilgan loyihamiz tuman rahbarida ham ko'rinib turadi. Eslatib o'taman, ushbu bo'limning yuqori qismida muddatga tegishli bo'lgan ma'lumot ham barchada ko'rinib turadi. Ya'ni loyiha yaratish va tasdiqlash muddati tugashiga 2 kun qolganini bu bo'limning yuqori qismida ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Mahalla raisi yoki yoshlar yetakchisi loyiha yaratganidan so'ng ushbu loyihani tuman rahbari tasdiqlashini kutishi zarur bo'ladi. Mahallam loyiham modulida loyiha yaratish tartibi shundan iborat.